欢迎收看我的日常 vlog。 Tova deb qaptiman. Men tanıydiganlardan, men tanımaydiganlardan jiq kepti ujumu. Yaxshim sizlar begamaslarga bir kunlik vlogimni olib keldim. Ya'ni shu jag'saytki barliq xonim qizlar meni qo'llayotgan barliq xonim qizlarga haqsiz dasturxon solma deb necha kunning yaqi tashviqot qilib, bugun naq shu faoliyatni qilgan atganda boshlarimni yuvib, kirimlarimni qilib tayyorlab qilyapman. Kirimlarimni chiroyli qilib, hamda chash pasunimni ma'lum do'stim o'g'ishtay deb kelib, chashlarimni o'g'ishtib naq maydonga kelsa, xaridorlarimizmi, xonim qizlarmi naq maydonga kelib tayyor bo'libdi. Shuningla bugungi faoliyatimizni boshlab etdik. Bu yoqib qolsa bizning Venera markamizninki bosh hamkorlashuvchisi ham mening do'stim. Bugungi shu so'rinimizda alayda riyosatchilik qilib, riyosatchilik taklif qildim. Endi bu yoqib qolsa bizning shu Venera markamizning qurg'uvchisi Venera lider. Endi bu yerda liderlarimiz do'stim biroq so'z qilgandan keyin o'zimning shu Veneraga kirgandan keyingi taraqqiyotim ham nima uchun shu Venera degan markani tanlab qoldim degandek shu temalar to'g'riliq misha kelgan barliq xonim qizlar mehmonlarimizdan o'rtoqlashgan bo'ldik. Biroq usulimizni o'ynab, kayfiyatimizni biroq ko'tarib o'tgandan keyin misha kelgan barliq har bir xonim qizlarga haqsiz chek tatish fursatiga ega qildik. Chunki mashuning ishidan hamda bizning har bir mahsulotimiz chiqilgan bir taldan chek bor. Az deganda 10 necha xaridorimizga chiqdi ma'noda suvg'atliq. Hamma odamga tang beraylik desak ham sal to'g'ri kelmaydi-ku, hamda tali bosh xaridorlarimiz bo'lsin foydalanib qolsin deb har bir jo'zga kelib misli haqsiz chek tatqizdik. Buning ichida bizning Veneraninki chash yurishki deymiz, aqatish deymiz, kirim suvi deymiz, atirgul jaharmi deymiz, kirpiklaki deymiz, aniki yuz chaploqlari deymiz, lav suruqlari deymiz, yuz yuvish malhamlarini tatib hamma narsa chiqdi. Mishadiki chiqqan saganki mush xaridorlarimizning hammasi talayli xaridor bo'lib, bugungi haqsiz sug'atliqlarimizga erishib olgan bo'ldi. Amdiki maydonda shu bizning mahsulotimizni sotib olish orqali yoki mening shu maqsadim vakolatchi bo'lib olish orqali ham mishadiki haqsiz tuxum chekish fursatiga ega bo'ldimi. Birinchi o'pla mana do'stimga oltin mo'nchaq chiqdi. Buning ichida oltin mo'nchaq, oltin uzuk Veneraninki hamma mahsuloti bormi. Qaranglar, miyada do'stimga 100 kun naq pul chiqdi. Shunchalik ko'ngillik bo'lgan bir kun bo'ldi. Bularmi kayiniga meningcha bo'lsa shunchalik rozi bo'lib ketdi deyman. Bu qitimli qilgan faoliyatimizda o'zim manfaatlanish emas, misha kelgan meni qo'lgan barliq xalqni, xonim qizlarni manfaatlansin degan maqsadda bilan shundoq yaxshi bo'lgan faoliyatdan uyushtirib berdim. Bularni shunchalik qo'llab, shu tuxumlarimning soni chiqilib tugigicha bo'lgan jarayonda shu faoliyatlarimga qatnashib berdi. Men umoq singlimizmi shunchalik talaylikka mana bir tal oltin uzukka haqsiz erishib oldi. Mana shundoq faoliyatlarga qatnashib turay, sizning mahsulotingiz bir ishiltib boqay deydigan xonim qizlar davomli do'konim kasanglar bo'ldi. Hozirgidek marka ko'payib ketayotgan shu davrda hammamiz markaga bek to'yinib ketdik. Nurg'ulg'an markalarni ishlatdik, lekin bizga yoqmaganlik yoki pulimizga loyiq emaslikdan nurg'ulg'an shu markalarga ishonchimiz yo'qolib ketdi. Endi bizning markamizdan chiqqaniga 2 yildan oshgan bo'lsa-mu, 10 necha yil bo'ldi deb dang savatgan shu markalarning oldida ulgu bo'lib menyapmiz deb o'ylayman. Chunki ko'pincha markalar bizni do'rayotdi-da. Biz haqsiz sinov taqatgan vaqtimizda ularni bizni do'rab haqsiz sinov taqatib baxti. Biz haqsiz 100 dir asrashgan vaqtimizda ularni bizni do'rab haqsiz 100 dir asrashib baxti. Endi biz haqsiz xonim qizlarga haqsiz dasturxon solgan vaqtimizda ularni yana bizni do'rab haqsiz dasturxonlarni soldi. Mana shundoq 10 necha yillik markalar bo'lsa, endi qurilganiga tegib 2 yilda oshgan shu markamizdan keyindan agishib do'rab menyapgan boshqa markalarmi jiq. Shunga men faxrlanib turib Venera har bir korxonachining ulgusi deyalayman. Mayli marka jihatdan bo'lsin, sifat jihatdan bo'lsin, baho jihatdan bo'lsin, har xil jihatlardan har qanday markani besib chiqdek holatda yaxshi chiqadi jumu. Mushu markamga vakolatchi bo'lib setib qo'yishni yoki mushu markamni bir ishiltib mahsulotimizni ko'rib bilib boqaydigan xonim qizlar qolsa, ayrimxonada davomli izlanlar bo'ldi. Har vaqt sizlarni qarshi olaman. Adam çak. Acı tatlı et. Terasraş. Uy, mübarek olsun. Kalemize kez olsun. Olmaz terasraş yürüyüşünü çıktı. Biz terasraş Arkadaşlarımız oldu. Üç nesler çıktı.
Vakalet bolamsiz ma'qul. Atrgul jahali. Atrgul jahlimizdan 118 kun atrgul jahlimga chiqdim, muborak bo'lsin. Zulayat sizchi? Ma'qul, ma'qul. Yemin chiqasiz. 3 xil milliy tera yuralash manzili, 89 kunlik tera yuralash manzili chiqdim, muborak bo'lsin. Ramsiz shuni Sizga chiqdim, muborak bo'lsin. Sizning maqsadingiz bormi? Mahsulot esil bo'lsa, mana mushundoq bo'lib ketadigan tuxumlarimizni chaqilib tuydi degan gapaga xaridorlarimizni shunchalik qo'llab berdi. Har bir kelgan xaridorimizni qo'riq qaytolmay bizning Veneraning mahsulotlaridan mushtaqqan bizning qo'lga yetkazgan bo'ptimi? Uyga ichi qarong'im tushibdi, uydagilar bilan bo'ldi, bizga berib tomoq yeb kelaylik deb bularni ham bizga olib ketyapman. Mush o'g'lim bizga kelsalar, mush o'yinchoqlarimiz turolmaydi. Bo'pti, baliq vaqtida o'ynamasinlar, buni o'yinchoqlarni olib bergan bo'ptiman. Shuning bilan bir oila kishilari xotirjam holatda bir kun vaqtimizni oyoqlashtirib, aramxo'da tomoq yeb, mana tomoqlarimizni so'ndirib, bugun bir kunni tugatgan bo'ldik. Shirek besib ko'yin cho'qlashni unutib qolmanglar.